Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Sevimli futbol kanalida o'zbek futboliga oid eng so'nggi yangiliklar. Paxtakor jamoasining elit Chempionlar Ligasi play-off bosqichidagi raqibi ma'lum bo'ldi. O'zbekiston Kubogi sohibi ushbu bosqichda Iordaniya Pro Ligasining amaldagi chempioni Al Husayn jamoasi bilan kuch sinashadi. Ushbu bahs 11 avgust kuni Paxtakor markaziy stadionda bo'lib o'tadi. G'olib jamoa Elit Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichiga yo'l olsa, yutqazgan klub ikkinchi darajali Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichida ishtirokini davom ettiradi. Bugun tongda O'zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionatida ishtirok etish uchun Atlanta shahriga yetib keldi. Bosh murabbiy Fabio Cannavaro Atlantaga yetib kelishi bilan FIFA va O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga intervyu berdi. Jahon chempionatida ishtirok etish har bir insonning orzusi. Nihoyat Atlantadamiz. Mashg'ulotlarni boshlashni, o'yinlar o'tkazishni va bu jarayondan zavqlanishni sabrsizlik bilan kutyapmiz. Odatda jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rish oson bo'lmaydi. Turli kichik muammolar bo'ladi. Biz eng yaxshi holatda bo'lish uchun harakat qildik. Birinchi o'yin juda yaqin. Unga tayyor bo'lish uchun kerak bo'lgan barcha ishni bajaryapmiz. O'zbekistonliklarga aytadigan gapimiz shu: biz qo'limizdan kelgan barcha ishni qilamiz. Oxirgi kuchimizgacha kurashamiz. Chunki qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar, o'zbekistonliklar biz bilan faxrlanishni xohlaymiz, dedi Fabio Cannavaro. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi Niderlandiya hamda Kanada terma jamoalariga qarshi o'rtoqlik uchrashuvlarida maydonga tusha olmagan, mashg'ulotlarda ham ishtirok etolmayotgan futbolchi Jaloliddin Masharipovning holati bo'yicha bayonot berdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi futbolchisi Jaloliddin Masharipov Amerika Qo'shma Shtatlaridagi yig'in davomida bel qismidagi og'riqlar bilan bog'liq muammo sabab so'nggi mashg'ulotlarda, shuningdek Kanada va Niderlandiyaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvlarida ishtirok etmadi. So'nggi haftalarda futbolchining bel qismida og'riqlar kuzatilgan bo'lib, dori-darmon va fizioterapiya muolajalari orqali uning holati yaxshilangan edi. Biroq keyinchalik og'riqlar qayta bezovta qila boshladi. O'tkazilgan MRT tekshiruvlari natijalariga ko'ra, unda umurtqalararo disk churrasi qayta xuruj qilgani ma'lum bo'ldi. Ayni paytda Jaloliddin Masharipovning sog'lig'i bo'yicha milliy jamoa tibbiy shtabi tomonidan ish olib borilmoqda. Holat yuzasidan yakuniy tibbiy xulosalar olingach, qo'shimcha ma'lumot taqdim etiladi, deyilgan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi rasmiy xabarida. Eng qiziq tomoni shuki, ushbu xabardan bir necha daqiqa o'tib, Jaloliddin Masharipov ijtimoiy tarmoqqa o'zi mashg'ulotlarda ishtirok etayotgani rasmini post qilib qoldirdi va ostiga shunday gap yozib qoldirdi: menga sog'liq tilagan barchaga kattakon rahmat, men sog'man, degan Jaloliddin Masharipov. Finance Football nashri Jahon chempionati 2026 da ishlaydigan murabbiylar qancha maosh olishi haqida maqola tayyorladi. O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro eng yuqori maosh oluvchi murabbiylar orasida 5-o'rinda ekan. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi italiyalik mutaxassisga yiliga 4 million yevro to'laydi. Undan ko'proq birinchi o'rindagi Braziliya terma jamoasi ustozi Carlo Ancelotti 10 million yevro. Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Julian Nagelsmann 7 million yevro. Mauricio Pochettino Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlagani uchun yiliga 6 million yevro. Angliya terma jamoasi ustozi Thomas Tuchel esa yiliga 5 million 800 ming yevro ishlab topadi. 2018-yilda Fransiya terma jamoasi bilan jahon chempioni bo'lganiga qaramasdan, Didier Deschamps Cannavarodan ham ozroq 3 million 800 ming yevro ishlab topadi. Shuningdek, Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente bor yo'g'i 2 million yevro ishlab topadi. Hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang, ko'rishguncha salomat bo'ling.